Xitoyda har xil alyumindan bo'lgan off-road avtomobillarini qo'ysanglarchi, men off-road haqiqiy qiroli bo'lgan Jeep Wrangler Rubiconni obzor qilib beraman. Bu haqiqiy monster kapotini ichida 3.6 atmosferik motor joylashtirilgan va unda ot kuchi 284 tani tashkil etadi. Ichki saloniga ahamiyat beramiz. Restoran bo'lgandan keyin bunda juda ham ko'p narsalar o'zgargan. Bitta tushuntirib o'taman. Multifunksiyonal rul bunda 2024-yil restoran bo'lgandan keyin adaptiv cruise control funksiyasi ham qo'shilgan. Bu oldidagi mashinaga tezlikka tushib olib bir xil ritmga ketishini ta'minlab beradi. 2024-yil restoran versiyalarida monitorlar uzunroq qilib ishlangan. Bundan tashqari abagrev rul, abagrev sideniyalari mavjud va sway bar funksiyasi ham mavjud. Tom qismida avtomatik yig'iladigan shturkalar ham mavjud. Bitta narsani qo'rqmasdan ayta olaman. Xitoyda har xil sifatsiz alyumindan bo'lgan off-road avtomobillari bu chiqqan joyda zap etolmaydi. Yana bitta narsa, O'zbekiston bozori ichida eng ommalashgan avtomobillardan bittasi Chevrolet Trailblazer avtomobili ham bu chiqqan joylarga umuman zap etolmaydi. Va bu yurgan joylarda ancha-muncha Trailblazerlarga emas, ushbu Rubicon avtomobilini haydab yuradigan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi va o'z fikrligini kommentariyada yozib qoldiradi. Bu avtomobilimizni hozirgi kunda avtosalonlarda 110 ming, 115 ming atrofida sotuvda turibdi ekan. Men buni ulardan ko'ra ancha arzonroqqa berib yuboraman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer yozib qoldiraman, shunga aloqa chiqsanglar, narxini gaplashsa bo'ladi. Yana sunnatiga ozgina o't beradigan joyi bor. Avtomobilimiz sotuvda tayyor.